Tracker 2 musor mashina, hado'ylar umuman bo'lmaydi. Tashinglar! Haterlarning bitta gapi bor. Tracker 2 musor mashina, hado'ylar umuman bo'lmaydi. Jo'ski deyshadi, lekin bitta narsani bilib olinglar. Mehr bersanglar, mehr olasizlar. O'zbekistonning eng professional hado'ychilari bu mashinani hado'yga shunaqangi mehr berishgan. Hozir shu balandlikdan tashasa ham hech narsa qilmaydi do'st, to'g'rimi? Mashinani shunaqa tayyorlaganmiz, kerak bo'lsa bundan balanddan tashsa ham hech narsa qilmaydi. Afsuslanmaysiz, hozir qolgan ishimiz. Afsuslanish yo'q aka. Okalar tayyor bo'lsanglar, hoziroq bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Biza boshladi. Tashinglar! Nima qilyapsiz aka? Nima qildingiz? Dabdalasini chiqarib yuboribsiz. Vahima qilmang. Bu sizga hech qanaqa sun'iy intellekt yoki maket tashlayotganimiz yo'q. Sizga realniy test berdim, aka. Hozir siz yana tashib yuboraman. Ya bo'ldi. Men tushundim. Menimcha sizlar ham tushundinglar. Testni rostakasimi bo'ldi. Agar sizlar mashinalar hado'y o'zingizga yoqmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Biz o'zimiz Dodaxo'ja qilib beramiz. Pastda Nobodo nomer ham qoldirib qo'ydik. Okalar, mehnatimizga bitta yurakchani qizartirib qo'yib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoni mana shunaqa hater tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar, okalar.